Alishtirib oldingizmi kiyimlaringiz? Mana buni-chi. Olganda akangga berib qo'ygan. Menga uni minnatli soati, narsalari umuman kerak emas. Ko'rdingmi? Borganimda qanaqa gap so'zlar qilishdi. Men erkak kishiman. Menga birov minnatli oshi kerak emas. Menga og'ir botdi bu gaplar. Qaytib umuman uyiga qadam bosmayman. Olmam buni bergan. Akangga berib qo'ygan buni. Xohlasang otib yuborgan, xohlasang o'ziga olib borib ber. Siz soatni berasiz. Men mashinani ham olib ko'rasizmi deb aytmoqchi edim. Asabiylashmang, balki chin ko'ngilda aytgandirlar. Bo'sh vaqtingizda kira qilarmidingiz deymanda. Qanaqa ko'ngil? Akangni qancha gap so'z qilib tashlaganini ko'rdingmi? Xalqqa bitta soatda shuncha gapirdi menga. Bilmadim, mana mashinani olib turib bir kun bo'lsa ham kira qilsam qul qilib olsa kerak meni. Olib otib ol xohlasang yoki berib qo'ying, men bormayman qaytib uyingga. Voy to'xtang, unaqa yomon ma'noda gapirmadilar-ku. Qachon olgan pulingni qilib bermoqchisan? O'zi olgan puling arzimagan 2000 bo'lsa. Ne u qochib yuribsan? Orqadan yugurib yurish kerakmi? 2000 ni menimcha bugun ko'rayotgan joying yo'q. Sen bilan arzimagan pul dedi, ertaga oramizga sovchilik tushuna olamayman. Men qochib yurganim yo'q. Harakat qilyapman o'sha pulni topib berishga. Ishlayapman, lekin ishlab topgan pulim oilamdan, ro'zg'orimdan ortmayapti. Qochadigan odam emasman, bilasan. Imkon qadar tezlashtirib beraman, faqat ozgina vaqt ber. Xo'p. Qancha? 1 oymi? 1 yilmi? Qancha kuting? Sharoitingni tushunib turibman. Sen menga ayt o'zing. Qanchada? Eng uzoq qancha vaqt bera olasan? Qarochi senga 2 oy muhlat. O'zi qattiq 2000 dedi, sen bilan yaxshi yomon bo'lishni xohlamayman. Shu sabab menimcha 2 oy ichida pulni hal qilib qo'yasan degan umiddaman. Kelishdingmi? Kelishdik. O'zingni ehtiyot qil. Rahmat tushunganing uchun. Bo'pti, charchaman. Aka, ne uni qo'yib yubordingiz? Hozir sug'urib olsa bo'ladigan vaziyat edi-ku. Kam bitta narsa-da. Ko'rib turibsan, sharoiti yo'q. Bu 2000 ni bugun yoki kecha ko'rayotgan joyi yo'q. Erkak kishi singan paytda uni dafqa qilish emas, poddershka qilish kerak. Mayli, bugun bo'lmasa ertaga baribir olib keladi.